alaykum akalar, mana bu yoqda ancha ko'cha, bu yoq Buloqg'ochiga ketishdi. Eski mo'yka bo'lgan joyga mana bir kalyonni aynalardan eshiklar qilib berdik. Shuni biz jarayon ketyapman, xudo xolasa. Hozir ustadan intervyu olamiz. Assalomu alaykum usta aka. Charchamayapsizmi aka? Rahmat aka, charchamayapman. Ular necha puldan bo'ladi kvadrat? Kvadrat aka 150 ming narx beramiz xizmat haqi ichida. Xizmat ichida? Vodiy bo'yichami yo Buloqg'och bo'yichami? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi, mana ochilishlari mana. Mashina mana. Mo'mala bas qo'yamiz, akfa ham qila olasizlar. Yog'och MDF ham bor. Dekan bor, yog'och. Bo'ldi mana, xudo xolasa mana birlik kalyonni ayni bo'lgan. Shunaqa do'konlar bo'lsa bemalol telefon qila olasizlar, o'lchab uстановkalar qilib beriladi. Bu yer ikkita eshik uстановka bo'lgan. Manzil Buloqg'och tumanida o'zida. Sizlar yoqqansiz albatta like tugmasini bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.